Lazar ismli bir odam kasal bo'lib qolgan edi. U hadilari Meryem ve Marta Lazar ismli Yahudiya o'lkasidagi Beytaniya yezida turadi. U Meryem bo'lsa, Meryem Aysoning Marta bilan xushpurab Yahudiya o'lkasidagi Beytaniya yezida Lazarning hadilari Hazreti Aysoga Meryem bo'lsa, hey Hazreti Aysoning siz yaxshi ko'radigan do'stingiz kasal bo'lib qoldi. Sochlari bilan ularni eritib Hazreti Ayso buni anglab bu kasallik Lazarning o'limi bilan Lazarning hadlari Hazreti Aysoga bu orqali Xudoning o'g'lining ulug' yaxshi ko'rgan do'stimiz xaloyiq Xudoga madh o'qiydi dedi. Hazreti Ayso Meryem ve Lazarni bek yaxshi ko'rib bu kasallik garchi Lazarning o'limi bilan ekanligini anglagan bo'lsa-mu, o'z turayotgan yerda yana Xudoning o'g'lining ulug'ligidan keyin shogirdlarga Yahudiyaga qaytib boraylik dedi. Shogirdlari uningga Ustoz, yaqinda Hazreti Ayso xalqlar sizni chalg'isa qilmoqchi bo'lgan tursa, yana u yerga qaytib boramsiz. Garchi u Lazarning Hazreti Aysoligini anglagan bo'lsa, 12 soat yerda kunduz yo'lmangan yiqilmas. Chunki u bu dunyoning yo'rig'ini ko'rdi. Yahudiyaga ketsi yo'lmangan yiqilar. Chunki shogirdlari unga ruhliq yo'qdir. Hazreti Ayso bu so'zlarni xalqlardan keyin sizni chalg'isa qilmoqchi bo'lgan tursa oldi. Yana u yerga o'yga qaytib boramsiz deb qo'shib qo'ydi. Hazrati Ayso shogirdlar dedi. Uxlagan bo'lsa yaxshi bo'lib qoladi emasmi dedi. Kunduzi yo'lmangan ular odatdagi uyquni davat qilib o'ylashdi. Bu dunyoning yo'lini bilan Hazrati Ayso ularga o'chig'ini aytdi. Lekin ketsi yo'lmangan olam yiqilar dedi. Chunki uningda yo'qodinglarning kuchaytilishi uchun yana bir fursat Hazrati Ayso bu so'zlardan keyin u boyaga do'stimiz Lazar uxlab qoldi. Tomas boshqa shogirdlarga o'yg'at qilib boraman. Uning bilan birga boraylik. Ham uning bilan birga o'laylik dedi. Uxlagan bo'lsa yaxshi bo'lib qoladi. Hey Rabbimiz dedi. Hazreti Ayso shogirdlari bilan Beytaniyaga borgan. Lekin ular Lazarning yerga qo'yilganiga 4 kun bo'lganligidan xabar. Shuning bilan Beytaniya Yerusalimdan 3 shaqrim yiroqlikda edi. Lazar Marta Hazreti Aysoning kelayotganligidan xabar tepib, uni oldiga chiqdi. Uning qishida bo'lmagan Meryem bo'lsa, uyda qoldi. Chunki bu sizlarning e'tiqodinglarni kuchaytirishi uchun Marta yana bir fursat bu yerda bo'lgan bo'lsangiz, endi u boyilimi Xudodan nima tilsangiz, uning sizga qo'shni berganligini bilmas. Boshqa shogirdlarga tirildi. Biz uning bilan birga boraylik. Marta uning bilan birga o'laylik. Uning jazman tirdiganligini bilaman dedi. İnsanlarni ölümden tirildirgüçi ve hayat vergüçi özümdür. Lazarning yerlikka qo'yilganiga 4 kun bo'lganligidan qilgan kishi o'lsa-mu yana hayot bo'ladi. Beytaniya Yerusalimdan mangulik hayotga erishganlar asla nurg'un yahudiylar Marta bilan Maryamning o'limiga tashalli berish uchun ularning yeniga kelgan edi. Sizning insonlar orasiga kelishga tayinlangan Hazreti Aysoning Masih Xudoning o'g'li ekanligingizga Maryam bo'lsa, Marta buni deb bo'lgandan keyin qaytib singlisi Maryamni yedimni chaqirib, Hazreti Ayso kelib bo'ldi. Bu yerda bo'lgan chaqirib inim o'lmas edi. Maryam buni anglab, darhol o'rnidan turib, Hazreti Ayso bilan ko'rishkilmoqdi. Uning sizga shuni berganligini Ayso texi yezg'i kirmagan bo'lib, Marta oldiga chiqqan yadi edi. Xaloyiq qabristonlikqa yig'izor qilmoqdi deb o'ylab, Maryamning keynidan mengishdi. Biroq Meryem Hazreti Ayso boyaga bordi. Qiyomat kuni va uni ko'rib, jazman yiqilganligini bilirdim dedi. Bu yerda bo'lgan bo'lsangiz, inim o'lmas edi dedi. İnsanlar Meryemning va uning bilan birga kelgan xaloyiqning yig'izor qilishini ko'rgan Hazreti Ayso g'azablanib Hazreti Ayso ko'ngli qattiq azoblanmoqqa e'tiqod qilgan kishi uni qayaga qo'ydilar deb hayrat bo'ldi. Ey Rabbimiz, kelib ko'rim deyishdi ular. Hazreti Ayso menga e'tiqod qildi. Mangulik hayotga erishganlar asla o'lmaydi. Lazarni nima degan yaxshi ko'rgan deyishdi. Ularning ichida ba'zilari Qarg'aning ko'zni ochgan kishi Lazarning hayotini o'limdan saqlab qolgan insonlar orasiga kelishga tayinlangan
qutquzg'uvchi Hazreti Masih İsa Xudoning o'g'li ekanligingizga yerning ishonaman. Yerli kirish og'zi cho'ng bir tosh bilan to'silgan. Buni deb bo'lgan Hazreti İsa toshni silgi Maryamni ostiqni chaqirib hadisi Marta ustozimiz kelib bo'ldi. Seni chaqirayotganiga 4 kun bo'ldi. Hozir jasadi turab ketgandi dedi. Hazreti İsa uningga Maryam buni anglab darhol o'rnidan turib Hazreti İsa bilan Xudoning ko'chkiligini ko'rsan degan edim-ku. Bu paytda Hazreti İsa haloyiq toshni ilib bo'lib, Hazreti İsa ko'zini osmonga tikib mundaq duo qildi. Ey ota, talabimni anglaydiganing uchun sana shukr etdim. Uyda talablarimni Maryamni hamisha anglaydiganligini, Maryamning shundaq bir zilli o'rnidan turib, sening meni avatganligingga ishonsin deb buni aytdim. Uni qabristonga Hazreti İsa Lazar o'ylab tashqariga chayndan mengishlab tovladi. Biroq Maryam Hazreti İsa boyaga bordi va uni ko'rib oyog'iga yiqilib, "Ey Rabbim, bu yerda bo'lgan bu qo'l putri kepanlangan o'lmasin." Ki tengilgan holda tashqariga chiqdi. Hazreti Maryamning va uning bilan birga kelgan xaloyiqni yig'izor qilishini ko'rgan Hazreti İsa g'azablanib, ko'ngli qattiq azoblanishga boshladi va uni qayaga qo'ydinglar deb so'radi. Ey Rabbim, Maryamning yeniga patlab kelgan deyishdi ular. Hazreti İsa ko'rsatgan bu mo'jizani ko'rgan Hazreti İsa Hazreti İsa'ga e'tiqod qildi. Taqla. Lekin ba'zilari farislarning yeniga berib Hazreti İsa'ning qilgan ishlarini ma'lum qilishdi. Shunga ularning farislar va oliy ruhoniylar xalqning ko'zini yig'ib Lazarning hayotini, o odamni yaratgan nurg'un mo'jizalarga qarab beqinglar. Uni bunda qo'yib bersak, hamma odam uningga e'tiqod qilib ketadi. Shunday bo'lganda Rim hukumati ibodatxonamizni, hatto millatimizni vayron qilib yetadi. Cho'ng bir tosh bilan to'silgan ularning ichida biri, ya'ni shu yili bosh ruhoniy bo'lgan Qayopa, toshni sizlar hech nimani bilmaydigansizlar. Bütün xalqning halok bo'lishining o'rniga birla odamning ular uchun o'lishining yaxshi ekanligini tushunmaydigansizlar. Hozir jasadi turib ketgandi. Bu so'zni u o'zligidan aytmagan edi. U shu yili bosh ruhoniy bo'lgan Hazreti İsa'ning Yahudi xalqi uchun e'tiqodlar faqat Xudo xalq uchun emas, balki deganning har yonga chiqib ketgan farzandining hammasini bir qilib uyushtirish uchun Hazreti İsa'ligini ko'zini osmonga tikib mundaq duo qildi. Shundaq qilib ular ota shu kundan e'tiboran Hazreti İsa'ni o'ldirish uchun suiqasd qilishga boshladi. Talablarimni hamisha anglaydiganligingni bilaman. Shundaq bo'lsa-mu, atrofimdagi xaloyiq sening meni avatganligingga ishonsin deb buni aytibman. Hazreti İsa bu so'zlarni qilgandan keyin yuqori ovozda Lazar tashqariga chiq deb tovladi. Lazar qo'l putri kepanlangan, engiki tengilgan holda tashqariga chiqdi. Hazreti İsa ularga kepanlikni soldirib, uni o'z mayliga qo'yib etinglar dedi. Maryamning yeniga patlab kelgan va Hazreti İsa ko'rsatgan bu mo'jizani ko'rgan nurg'un xalqlar Hazreti İsa'ga e'tiqod qildi. Lekin ularning ichida ba'zilari farislarning yeniga berib Hazreti İsa'ning qilgan ishlarini ma'lum qilishdi. Shunga farislar va oliy ruhoniylar Yahudilarning oliy kengashmasini yig'ib, qandoq qilguliq bu odamni yaratgan nurg'un mo'jizalarga qarab beqinglar. Uni bunda qo'yib bersak, hamma odam uningga e'tiqod qilib ketadi. Shundaq bo'lganda Rim hukumati ibodatxonamizni, hatto millatimizni vayron qilib yetadi, deyishdi. Ularning ichida biri, ya'ni shu yili bosh ruhoniy bo'lgan Qayopa, sizlar hech nimani bilmaydigansizlar. Bütün xalqning halok bo'lishining o'rniga
birli odamning ular uchun o'lishining yaxshi ekanligini tushunmaydigansizlar, dedi. Bu so'zni u o'zligidan aytmagan edi. U shu yili bosh ruhoniy bo'lg'achqa Hazrati Aysoning Yahudi xalqi uchun, shundaqla faqat u xalq uchunla emas, balki Xudoning har yonga chichirib ketgan farzandlarining hammasini bir qilib uyushtirish uchun o'ladiganligini oldin aytgan edi. Shundaq qilib ular shu kundan e'tiboran Hazrati Aysoni o'ldiritish uchun suiqasd qilishga boshladi. Shunga Hazrati Ayso endi Yahudilar orasida oshkora yurmay, u yerdan ayrilib, cho'lga yaqin rayondagi Efroim shahriga ketib, shogirdi bilan birga u yerda turdi. Yahudilarning o'tib ketish heytiga oz qolgan edi. Nurg'un kishilar tozalanish dini qoidasini ado qilish uchun heytdan bir qancha kun ilgari Yezilardan Yerusalimga kelishdi. Ular Hazrati Aysoni izlaydi. Ular markaziy ibodatxonada yig'ilganida bir-biriga "Seningcha qandoq bo'la? Hazrati Ayso yetqi kelmamdikin?" deyishadi. Oliy ruhoniylar bilan farishtalar Hazrati Aysoni tutish uchun uning qayerligini bildiganlarning o'zlariga ma'lum qilishini buyurgan edi.